Keldi. Yig'ishtir. Mirzohid davlat ishida ishlaydi va u so'qqa bosh ota. Shundoq ham ishxonadagi muammolari jonidan o'tib ketgani yetmagandek, uyda ishlayotgan ustalar ham uni tinmay bezovta qilishadi. Xo'jayin, Ha, hamma narsani oldingizmi? ha, hamma kerak narsani oldim. Bo'pti, tezroq keling endi. Hop, hozir boraman Bo'pti. dedim-ku. Ey shogird, kartani suz. Taslim bo'lish yo'q. Olg'a. Men ushaman. Rizvondagilar patkulish qilib topshiramiz degandi. Ay! Nega yo'q dedim a? Voy. Keldi. Yig'ishtir. Keldi. Ol. Boshqa hech narsa qolib ketmabdimi? Nima qolib ketibdi? Stop. Shu holga tushishni istamaysizmi? Hoziroq Rizvon qurilish kompaniyasining patkulich xizmatidan foydalaning.